Zararli o'yinlar. Inson miyasi 90-96 milliard neyronlardan iborat va bu mukammal holatda ishlaydi. Xalqimiz orasida va odamlar orasida inson miyasini atigi 10% ni ishlatadi degan uydirma gaplar bor. Bunga hammamiz ishonib qolganmiz. Yo'q, inson mukammal yaratilgan. U sog'lom holatda insonning barcha organizmlari 100% holatda ishlaydi. Unda bu 10% qayerdan kelib chiqdi? Ha, o'rinli savol. Inson bir narsaga diqqatini qaratar ekan, o'shanda uning 10% miyasigina ishlaydi xolos. Qolgan 90% miyasi esa qolgan ishlarni, ya'ni avtomat rejimda organizmlarni boshqarish, nafas olish va hokazo ishlarni bajaradi. Zararli o'yinlarni o'ynar ekanmiz, miyamizdagi biz uchun juda ham qimmatli bo'lgan neyronlarimiz uyg'onmas uyquga ketadi. Qancha ko'p o'ynasak, shuncha ko'p neyron yo'qotamiz va oqibatda oddiy gapni ham tushunmaydigan fahmsiz holatga kelamiz. Menimcha bu o'yinlardan hozir imkon borligida voz kechgan ma'qul. Xulosa albatta o'zimizdan. Inson bir narsaga diqqatini qaratar ekan, o'shanda uning 10% miyasigina ishlaydi xolos. Qolgan 90% miyasi esa qolgan ishlarni, ya'ni avtomat rejimda organizmlarni boshqarish, nafas olish va hokazo ishlarni bajaradi. Zararli o'yinlarni o'ynar ekanmiz, miyamizdagi biz uchun juda ham qimmatli bo'lgan neyronlarimiz uyg'onmas uyquga ketadi. Qancha ko'p o'ynasak, shuncha ko'p neyron yo'qotamiz va oqibatda oddiy gapni ham tushunmaydigan fahmsiz holatga kelamiz. Menimcha bu o'yinlardan hozir imkon borligida voz kechgan ma'qul.